Yulduz, bir yaxshi kitobdan tavsiya bering. Mana. Avval hech kitob o'qimaganman. Birinchi marta o'qishim. Qaysi kitobdan boshlasam bo'ladi? Mana. Yomon odatlardan xalos bo'lishimiz uchun qaysi kitoblarni o'qishimiz kerak? Mana. Qiziqarli va qo'rqinchlisidan bo'lsin. Mana. Men katta yozuvchilarning kitoblaridan o'qimoqchiman. Kimlarni tavsiya berasiz? Mana. Farzandlarimga hech kitob o'qita olmayapman. Shunday kitob beringki, ular kitobni yaxshi ko'rib qolishsin. Mana. Dostoyevskiy asarlaridan qaysini tavsiya qilasiz? Mana. O'zimizni jadidlardanchi? Mana. O'qiganda mazza qivoraylik.